Yodingizda, bundan avval $1000 maosh oluvchi tarbiyachi mingbuloqlik Dilorom Sulaymonova haqida hikoya qilgan edik. Bu galgi qahramonimiz Ozoda Qodirova. U ham qo'shni tumanlik hamkasbi kabi yurtimizning olis manzillaridan biri Namangan tumanining Qirg'izqo'rg'on mahallasida yashaydi. Shu yerda joylashgan 13-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ishlaydi. Quvonarlisi, endi u ham $1000 miqdoriga teng maosh olmoqda. Maktabni bitirgach, Namangan davlat universitetining til o'rgatish markazida o'qidim. Faoliyatimning dastlabki 3 yili davomida ingliz tili fanidan dars berdim. Yashashning oltin qonuni bor. Hech qachon ortga yo'l yo'q. Shu bilan birga olg'a bosish ham og'ir. Ayniqsa ayol kishi uchun birinchi navbat oila. Busiz hamma baxt kemtik. Shu bois ham u dastavval bor e'tiborini yangi qurgan oilasiga bag'ishladi. Kasbkor bo'yicha tanaffus qildi. Qalbimdagi ishtiyoq, bolalarni yaxshi ko'rishligim menga hech tinchlik bermasdi. Nihoyat 4 farzandning onasi bo'lgan chog'imda uzoq yillik orzuyimni ushaltirish pallasi keldi shekilli. 2019-yilda muhtaram prezidentimizning xotin-qizlarning oliy ta'lim olishlari uchun yaratib bergan imkoniyatlaridan foydalangan holda Namangan davlat universitetining maktabgacha ta'lim yo'nalishiga amaliy faoliyatdan ajramagan holda o'qishga kirib, mazkur fakultetni 2024-yilda tamomladim. Darhaqiqat ishdan, oiladan ajramagan holda oliy ma'lumotli tarbiyachi maqomini qo'lga kiritgan Ozoda Qodirova uzoq vaqtdan buyon orzu bo'lib kelayotgan o'y niyatlarini amalga oshirish uchun astoydil yeng shimardi. O'qidi, izlandi, tajribalar orttirdi. Oliy ta'limni tugatish men uchun o'qib izlanish oxiriga yetganligini emas, aksincha, o'z ustimda yanada ko'proq ishlashim kerakligini anglatdi. Chunki maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini yanada yaxshilash borasida qo'yilayotgan talablar shuni taqozo etardi. Shunga ko'ra, mustaqil izlanishda davom etdim. 2025-yilning bahorida ikkinchi toifani qo'lga kiritdim. Oradan ko'p vaqt o'tmay, kuzgi attestatsiya sinovlarida 86% natija qayd etib, bir paytning o'zida ham birinchi toifani, shuning bilan birga 70% ustamani qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ldim. Kim bilsin, niyat xayr, oqibat xayr deya shunga aytishar. Zero Ozodaning mehnatlari zoyi ketmadi. Ana endi u avvallari 3,5 million maosh olardim. Erishgan natijalarimdan keyin $1000 ga yaqin bo'lgan maosh vedomostiga imzo qo'ya turib, hayajon, xursandchilik chulg'ab oldi. Soddadil odamning hayajoni ham o'zi kabi sodda va samimiy bo'ladi. Holbuki u endi ibratga molik. Hamma kasbdoshlari uni ardoqlaydi va uningdek bo'lgilari keladi. Tarbiyachimiz Ozoda Qodirovaning o'tgan yilgi attestatsiya sinovlarida yuqori natijalarni egallaganligi, buning orqasidan esa $1000 ga yetgan maoshga ega bo'lganligi jamoamiz xodimlariga juda katta motivatsiya bag'ishladi. Bilasizmi, bugun Ozoda opa erishgan yutuqni qayd etish uchun barcha xodimlarimiz intilmoqda. Darvoqe, maktabgacha ta'lim tashkilotlari rivojida 3 muhim omil zarur. Birinchisi bu shart-sharoitning talab darajasida ekanligi. Ikkinchisi bolalarni sog'lom ovqatlantirish va ularning xavfsizligini ta'minlash. Uchinchisi esa albatta sifatli ta'lim. Bu omillarni to'laqonli amalga oshirishning yagona yo'li jamoada sifatli kadrlarni ko'paytirishdan iborat. Bu jihatdan faxrlanib ayta olamanki, bog'chamizdagi 30 nafar pedagogning deyarli barchasi, shu jumladan 2 nafari birinchi toifali, 3 nafari ikkinchi toifali, qolgan 25 nafari oliy ma'lumotli mutaxassis hisoblanadi. Bundan tashqari bog'chamizdagi yana 2 nafar yordamchi tarbiyachimiz Namangan davlat universitetida o'qiyapti. Shuningdek, 17 nafar yordamchi tarbiyachimiz, musiqa rahbari va jismon tarbiya yo'riqchimiz prezidentimizning shu yil 5-fevraldagi 19-sonli farmonlarida belgilab berilgan 5+1, ya'ni dual ta'lim asosida oliy ma'lumot egallashga hozirlik ko'rishmoqda va eng muhimi, tashkilotimiz pedagoglari orasida kasbiy professionallikni o'zaro almashish, ustoz-shogirdlik an'anasini amalda qo'llash muhiti yaxshi shakllangan. Hamjihatlik eng go'zal ne'mat. Bu dargohga Ozoda Qodirovani yo'qlab borgan edik. Ne'tonki, uning qo'lga kiritgan yutuqlarini o'zinikidek bilib quvonayotgan butun bir jamoaga duch keldik. Ularning ko'zida balqib turgan
xor, bu go'shadan Ozodaga o'xshagan professionallar hali ko'p yetishib chiqishidan dalolat berib turardi. Boz ustiga qahramonimizning mana bu ta'kidi buning yorqin isboti edi. Hamkasblarimga qarata bir gap aytmoqchiman. Bugun erishib turganingiz so'nggi imkoniyat emas. Ayniqsa, ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, pedagoglar qadr-qimmatini tobora sarbaland etib turgan bir pallada bizning javobimiz faqat va faqat sifatli ta'lim berish bo'lib qolishi kerak.